$167,000 1.6 sotik yer maydoniga ega bo'lgan tayyor qilib yashaydigan uchastkamiz chiqdi o'rtoq. Bu yog'imiz esa hovli. O'ng tarafimda esa letniy kuxnyasi joylashgan. Darvozadan kirganimizda esa ikkita mashina sig'adigan joyi ham bor ekan. Endi ketdik, uy ichini ko'ramiz. Asosiy uyga kirib kelganimizda esa kichkina hol kutib olar ekan bizani. Chap tomonimizda esa birinchi eshikning orqasida oshxonamiz joylashgan. Stroyli mebel bilan jihozlangan ekan. Holdan to'g'riga yurganimizda esa o'ng qo'limizda sanuzel joylashgan, submissionni qilingan. Bu devor orqasida esa zal xonamiz joylashgan. Katta keng, bemalol mehmonni kutib olsang bo'ladi. Birinchi etajimizdagi oxirgi xonamiz esa spalnik xonamiz joylashgan. Ikkinchi etajga ham chiqib oldik o'rtoq. 4 ta xona va 2 ta sanuzeldan iborat ekan. Hujjatlari esa notariusga tayyor. Kaliti esa srazu beriladi. Uyimizdan narxiga keladigan bo'lsa o'rtoq 167 ming. Telefon raqamini esa bilasan.